Korotchi biz bugun Minecraft'da Bedrock versiyada Sapphire o'ynab ko'ramiz. Qani, let's go. Mana o'yinimiz boshlanishi ana shunaqa. Sekingina santiqlarni olib siltab qo'yib yubordim. Keyin esa bir qal'aga qadam tashlab ko'rdim. Menda hozir Packful, ya'ni o'ta oson degani ko'ryapsizlar, atrof chista. Haydon Sapphire. Buni o'zim Telegramga tashlab qo'yaman. Telegram, YouTube'ni yozishda yoki kommentariyada bo'ladi. O'ta olishlari mumkin shu modda. Basamdagi narsalarni olib qo'yib yubordim. O'zimcha parkour qilmoqchi bo'ldim va nima bo'lganini hozir ko'rasizlar. Mana bu narsaga chiqib qo'ydim. Opening square bracket exclamation mark closing square bracket. XS mine has made the advancement. Be our guest. Va birdaniga men erkakman degan tarzda hammadan masalan yedimda men birdan normalga qo'ydim. Menga bular hujum qilish harakat qildi, lekin ular hujum qilmadi. Kechqurunlik sababi juda ham tez yugurishim shart, chunki motorga tushib qolib o'lib ketishim mumkin. Tez yugurishim va yashashim shart. Va inventariyga qarasam yegan hech narsa yo'q ekan. O'shaning ushbu versiyaga